Bego'ga necha yildan beri kiraman, lekin hech kim bilan gaplashmadim. Yozishmadim. Nerdan taniysiz uni? Shu Bego'dan taniyman. O'zini ko'rmaganman. Kelar edi, efirima jo'natib yozar edi. Ya siz shumisiz ya? Boshqa nika bilan keldingizmi yo akang Mehribonni? Rosti. Hech kim yolg'on gaplamaydi beta o'zi, bilaman. Bir kunda 50 efirga kiradi. 50 marta podelиться uradi. Okay? Ha, demak siz uni do'stisiz. Bilmay ish qilibman, uxlatib ketdi akang Mehribon. Do'st emasman. Ha, asana. Narko biznes. Assalomu alaykum. Men ham bir efirda ko'rganman. Ha, adini ham bilmayman. Okay. Молодец. Bilmadim. O'zim o'tib baraman, men borman-ku batilingizda deb yurdi. Batilim kunisi ketdi. Sizni chaqirdidan. Alashtirmaysan deb. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz nechisiz? Jasura. Kim? Akang Mehribon degan birisi bor edi, kelar edi efirima shu. Ne o'tib bermadi shu. Aytdim-ku sizni chaqirdidan. Yana sana o'tib beradi, meni ishlarim bor deb ketdi. Musofir. Assalomu alaykum. Ketib qopti. Men kelinman deganimda kelar edim. Kelinman dedi-ku. Men kelulimman. Shu 8x8 bratim yordam beradi, meni jo'ram dedi. Sizga shu urib beradi dedi. Keyin yaxshi deb kutdim. Ne siz borsiz, ne o'zi. Men eshitmadim. Ha, zarar yo'q. Ne gap debdi. Qarzimni eslat. Nikim zo'r ekan u. Bunyodbek, assalomu alaykum. Plan yapasizmi? Va поддержка etasizmi og'asi? Yaxshi, qaytarasizmi? No degan u qaytarasizmi deyin. Поддержканimi? Mencha поддержка etaman. Привет. Ha, qaytaradigan podarkani. Qaytaradigan ursalar birlarida dim zo'r beradi, birlarida qaytarmaydi, bermaydi. Begona o'zidan-ku. Mendan emas-ku. Oqshom lekin yaxshi qaytardi. Hozir sinab ko'raman. Shada, assalomu alaykum. Rahmat. Tanishchakman. Tanishog'idan deydi. Jaloliddin, tashakkurlar. Yaxshimas ekan. Nedan bildingiz? U menga bog'liqmi shunda? Menga tushuntiring. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, Zebush?
Charchab yuribmisiz Harmon? 8 kere 8 neden bildingiz? 300 minus Qani neden bildingiz? Adın kim edi? Qotib qolding-ku. Ha, 400 tashladim sizga, 100 tushdi. Yo'q, kolokольчиктан tashladingiz-ku. Dilshodiga salom berdim. Qatdan telganlamay. Wi-Fi o'chdi, telefonda internet ulandi shunga. Jaloliddin, qarang siz yaxshi qaytarish uchun ishlatish kerak shunda. 110 dedi-ku. 120. Menga o'rgating lekin. Men otganim u 120. Ha. Rahmat. $500 minus. Neden bilib tursiz? Bu qaytaradon emas-ku. Qaytaradonmush. Bubble degan emasmi? Qaytaradon dedim. Bunda ko'rsatadi. Qachon umra safariga borasiz? Birinchi opam bilan akamni jo'natishim kerak umra safarini. Ota-onamni olib borishim kerak. O'zim keyin. Hoji aka. Men yangi omad debdi. Rahmat Jaloliddin. Ana qaytaradon deganlaringizni to'g'risini tushunmadim men. 399 urib ko'r. U boshqacha narsa bor edi-ku, eng narsa chiqib turar edi-ku. Quticha bilan. Hozir bu yerda men kolokольчик ko'rib turibman-ku. Sal yo'qmi? Tanimagan odamni sansirab ketish. Hov. Men sansiradimmi sizga? Qachon? Sansiramadim-ku. Birato'la ota-onangiz bilan birga borish
Yaxshi bo'ladi. Inshaalloh nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Ha, siz Ilyam aytasiz o'xshaydi. Men sansiramadim, quda o'ylanib o'tiribman. Mendan kichiksan-ku debdi. Jaloliddin Grizi o'ynaysizmi? Yo'q. Sotib olaman debdi. Yaxshi unda. Ketdim. Xo'p, yaxshi, rahmat. Charchamang. Omad. Fi amanilloh. Sizgayam Allohga omonatsiz. Ishdan qachon chiqasan? 5:30-6da. Grammarly. Mальчик. Uyga tashlab bering, mashinadan chiqqanda. Hang, men mashinani chataman keyin. Mashinani qo'yib ketaman. Aslan olsin. Mashina turaveradi. Yo'q, hey. Siz Urganchdamisiz yo? Olmasiz yo'qmi? Havo debdi. Olmasiz yo'qmi? Yetti yuz. Mashinani o'zim tashlab beraman. Bo'ladimi? Yo'q. O'zim ketaman. Xudo shukr ekan, meni hech kimlar ham muhtoj etmay qo'yibdi. Shopir kerakmi? Sen ham mut shopir. Yo'q. O'zim mashina haydasam hazataman. Eksklyuzivlardan qolgandan sizda boshqa narsa yo'q-da. Yana inchik gaplar bor, hayotdan chiqib turibdi. Ha, qizlarni o'rash uchunmi?
Nechuk gap ishlatsangiz ham o'rab bilmaysiz. Rost gapni tan olish kerak ilig'a. Eksklyuzivdan boshqa narsangiz qolmagandidan deb turibman. Rahmat shu uchunam. O'rash uchun emas, tanishish uchun. Tanishish degan o'rash degan emasmi, og'asi? Farishta, man sizni o'zimni singlim deb bilaman, singlim. Rahmat, yaxshi. Havo, rahmat kerakmidi? Yo'q, orasida katta farq bor. Qani, tushuntirib bering qani ikkisini orasidagi farqni. Katta farqni tushuntiring lekin. Har vaqt ham bir yozganingizda bir cho'p, ikki cho'p tashlab turing, aslana. Azonda nov yeding, blinchik. Yong'a yedim hali. Fransiz. Qaliysiz, yaxshimi? Yaxshi yurmisiz? Yaxshi, rahmat. Ota-onam mani baxtimga sog' bo'lishsin, umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat. Och yurma lekin. Yaxshi. Masalan, urush degan ovqatlanmoqqa ketadigan, tanishish degan uyingga, donishish degan uyingga. Demak, shunda ikkisini orasida moddiyat bormi? Do'shataylik olmaysang. Ana, yandi. Ko'nglimga chiroq yoqqandek bo'ldi. Tashlab berish, uyingga tashlab berish. Ha, tanishish degan uyingga tashlab berish. Tez kunda tashiyman podarka, kutaman. Rahmat. 40 kilometr farq bor. Manga yana yondi. Qadamlaringizda hasanot, Dilshod. Oyogingiz yarashdi.